Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi va YouTube'dagi barliq ijtimoiy aloqa to'rdagi bizning bu programma ko'rib o'tgan qarindoshlar, hammanglarningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmasininki 68-ci soniga keldik. Buningda Qur'onning prinsiplariga asoslangan davlat qandoq bo'ladi? Uning ichki va sirtqi siyosati nimani asos qiladi? Qonuni nimaga tayinadi? Kimlar tarafidan belgilanadi? Do'st, dushmanlaricha. Davlatning adolat va saodat bilan gulinishi uchun Qur'on nimalarni tavsiya qiladi? Har xil millat, qavm, fikr, ideya, e'tiqod va ideologiyalarga qarata qandoq takliflarni beradi? Nimalarni qat'iy, nimalarni ixtiyoriy qilishga bo'ladi? Davlatning dini bo'lamdi? Diniy tabiqalarning davlatdagi o'rni va roli qandoq bo'ladi? Davlatning fuqarolarida qandoq mas'uliyat va majburiyatlar bo'lishi kerak? Bizdek mustamlikada qolgan bir millat uchun vatanini mustaqil davlat qilib qurib chiqishning qandoq yo'llari bor? Qatorliq savollar asosida Qur'ondan nazar programmasininki 68-ci saytidan qadrli qarindoshlar, programni bir Fidoylar ekranidan Ahmetcan qarindishimiz Gollandiyadan arqa supida Kerem Zahir ustoz savollarga javob berib, bizga Qur'ondan nazar asosida mana shu so'rag'an, o'rtaga qo'ygan savollarimiz javob berishga tirishadi. Qanday assalomu alaykum, hammanglar yaxshi bo'linglarmi? Aleyküm selam. Qanday ahvallar içman to'ldimi? Ovozim kamini bor? Kelyotidi. He. Shu bir qator qisqacha program to'g'riliq nimalar so'zlandi, uni bir qator aytib o'tdim. Endi o'zlari mushu savollarga Qur'onni nazar tashlab bizga bir dars qilib bergan bo'lsalar, qanday bo'ladi? Assalomu alaykum dunyoning haqqas joylarga hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun nimaniki Qur'on nazar programmamizniki qarindishimiz Abdulaziz degandek 68-ci qismini qo'lga olamiz. Bunda Qur'onning prinsiplariga asoslangan davlat qandoq bo'ladi? Davlatchilik sohasida bir qatim to'xtalgan biz yuqorida. Endi buningda yana bir qism o'xshamaydigan ba'zi yerlar bor. Shunga qarata yana bir qatim buningda to'xtalib o'tamiz. Endi bizniki aramizda nurg'unlagan ixtilof masalalar bor. Bir qism qarindoshlarimiz demokratik davlat quramiz deydi, ba'zilar islom, ba'zilar bo'lsa xalifalik deydi, ba'zilar islom amirligi deydi. Aşna o'xshash nurg'unlagan qarashlar bor. Endi Qur'oni Karimda shu islom davlati, xalifalik, islom amirligi degandek shundaq narsalar bormi? Degandek endi shu mazmunda bir o'tirib qo'yib o'tamiz. Endi birinchisi islom. İslam nima degan gap degan vaqtda tinchlik degan gap. İslam aslida tinchlik o'rnatish uchun kelgan bir din. Payg'ambar alayhisalom zamonasida her xil dindagi insonlarning orasida yoki har xil mazhabdagi insonlarning orasida jadal tugamagandan keyin Alloh taolo bu dinni avatish orqali u insonlarning o'rtasidagi talash tortishning o'zini hal qilib,
bir kunlik ostida yashashga, bir bayroq ostida yashashga bir yo'l hozirlagan islom orqali. Uning uchun bu dinning etinimi islom dini deb atagan. Endi yuqorqi savollarniki birinchisi Qur'onning prinsiplariga asosan davlat qanday bo'ladi degan bu savolniki birinchisiga bergan javob. Qur'on davlatning ismini islom davlati, xalifalik yoki islom amirligi yoki demokratiya yoki sotsializm, kapitalizm degandek bir nom bilan atashning o'zini tavsiya qilmaydi. Asosan din nomida atashni asla tavsiya qilmaydi. Tarixda o'tgan hech qanday bir payg'ambar, masalan, tarix davlat qurgan, davlatniki cho'ng-cho'ng xizmatlarni qilgan payg'ambarlar o'tgan, masalan, Yusuf alayhissalom davlatniki bosh vaziri bo'lib Misrda ishlagan. Onun başı Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam'da devlet kurgan. Misalda Peygamber aleyhisselam devlet kurgan. Şu devlet kurgan peygamberlerniki kurgan devletniki ismiga qarıga vaqtimizda ve halifelerniki, yani Peygamber aleyhisselam'dan keyinki halifelerniki, yani davamlaştırgan devletning ismiga qarıga vaqtimi hech qanday bir o'zi devletning etini din nomida atgan emas. Yani İslam devleti, yoki islom amirligi, yoki xalifa degandek bundaq bir nomda atgan emas. Endi o keyingi vaqtda Umar xalifa bo'lgan, nima Abu Bakr xalifa bo'lgan degandek shundaq gaplar keyin o'tirib chiqqan, ammo shu rivoyatlarning o'zida Amirul Mu'minin deydi. Abu Bakr o'zini Amirul Mu'minin deydi. Amirul Mu'minin degani mu'minlarniki amiri, ya'ni prezidenti degan gap hozirgi vaqtda. Asla o'zini men xalifa degan emas. Chunki xalifa payg'ambarning xalifasi deb uni atgan vaqtida men uni xalifasi emas. Men mu'minlarning amiri deb shunday atanglar degan, o'zim shunday atgan o'zini. Shuning uchun bu yerda xalifalik degan bir davlatni asla qurgan emas. Dinning nomida davlat qurish insonlarga bir falokat keltirgan bo'lg'achqa Allah Teala'mız zaten o dinin namı devlet kuruş sahasida hech qanday bir buyruq vermegen yoki shunday qilsang yaxshi bo'ldi degan bir tavsiya qilmagan. Bu haqda Sura Anfal'niki 39-oyati, Sura Fatih'niki 28-oyati, Sura Tevbe'nin 33-oyatlarning o'zida وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ degan shu Anfal'niki 39-oyatida shuni deydi. Bu nima degan gap degan vaqtida har xil qavm yoki har jamoat o'zining mazhabini, o'zining dinini o'ttirib chiqish orqali boshqa dindagi, boshqa mazhabdagi insonlarga qarshi turish, uningga o'zi urush e'lon qilish, boshqa millatni, boshqa o'zi mazhab yoki dindagi insonlarning o'zini tuvan ko'rish o'xshash har xil ishlar bo'lg'achqa Alloh taolo Qur'oni Karimda qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu kulluhu lillah degan o'zi buyrug'ini tushirgan. Yani urush qilinglar, kurash qilinglar ularga deydi. Ular qarshi kurash qilinglar deydi. Hatta la takuna fitna. Qarshilik bo'lmagan qadar hech qanday jamiyatda bir-biri qarshi turish degan bir ish. Aniki dini mandaqga, mening dinim mandaq deb dini nuqtadan yoki millat nuqtasidan bir-birisiga qarshi turish, bir-birisini o'ldirish yoki bir-birisini kamsitish ishlarining o'zi tugagan qadar kurash qilinglar. Ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dinning hammasi Alloh bo'lgan qadar yani. Bu nima degan gap degan vaqtda din Alloh bilan mening oramdagi ish. Bu o'zi Alloh bilan mening oramdagi ishni inson bilan insonning o'rtasiga, yana insonlarning o'rtasiga akirishimga yoki ikki millatning orasiga akirishimga yoki ikki mazhabning orasiga akirishimga yoki ikki dindagi insonlarning orasiga akirishimga bo'lmaydi. Men o'zimning bu shaxsiy ishimning o'zini shaxsiy ish qator desa olishim kerak.
Yani Allah ve özem arasındaki işi hesaplaşım gerek. Cemiyetteki insanlar bilen insani noktadan özü yaşashım gerek, yani birge ötüşüm gerek degan kelgenge kadar köreş kılınlar. Arlıkta bir-birisiga karşı turduğan, karşılık tüggen kadar köreş kılınlar deydi Allah Teala. Muşu noktadan aytgan vaqtida yani buniki xulosi asas prinsipi nima degan vaqtida lakum dinukum valiyadin. Yani her adam meniki özem, mening dinim özemge. Sening dining özenge degan o holat kelgan qadar köreş kılınlar. Her adam o'ziniki e'tiqodi, o'zining ko'z qarashining o'zini o'ziga hisob deb bilishi va boshqa odamni tangmishi va boshqa dindagi, boshqa e'tiqoddagi, boshqa mazhabdagi insonlarning o'zini haqorat qilmasligi, uningga azob bermasligi, zulm qilmasligi lozim degan nuqtaga akagichlik o'zi köreş kılan deydi Allah Teala. Şuna qarga vaqtida yani din, mezhep insanlarniki bir-birini öldürüşke, bir-birisiga düşman bo'lishga sebep bo'lish bo'lmaydi degan gap. Hem ularniki arasida hem delqi hüküm qilganda bu oxirida borki, "Vallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi ve kefa billahi shahida" degan mush oyatni, yani aşı burunqi oyatning o'zini ta'kidlaydi ekan endi. Li yuzhirahu ala dini kullihi deganning o'zimi barliq dinlarning ustidan g'alaba qilib, bütün din Allohga xos, yani Alloh va insonning o'rtasidagi ish bo'lgan qadar kurash qilishga Alloh taolo evetken bir din ekanligining o'zini ko'rsatdi. Yani mana shu vaqtda İslam dini nima uchun kelgan degan vaqtda İslam dini dinchilikni, millatchilikni amaldan qoldirib, dindarlikni va millat bo'lib yashashning o'zini yo'l qo'yish uchun kelgan din ekanligini ko'rsatdi. Yani her millat bir millat bo'lib, yani bir davlat ichida nurg'un millat bo'lgan bo'lsa, her millet o'ziniki milliy xosligi bilan yashash, her dindagilar o'ziniki milliy o'zining dinini e'tiqodi bilan yashashni yo'l qo'yish. Ammo millatchilik qilib boshqa bir millat ikkinchi bir millatga qarshi turish yoki dinchilik qilib bir dinchi ikkinchi bir dinchiga qarshi turish yoki bir millat dinchilik qilib ikkinchi bir millatga diniy nuqtadan o'zi qarshi turish, bundaq ishlarning o'zini degan vaqtda İslam dini tamamen öz emelden kaldırış için kelgan din deydi. Yani dünyada insanlar dini itiqat qilib yashash, millat bo'lib yashashga bo'ladi, ammo u narsani insonlarning orasida jadal paydo qilish, dushmanlik paydo qilish uchun ishlatishga bo'lmaydi degan. Hem de ikkinchi savolning o'zi bu yerda davlatning ichki va tashqi siyosati nimani asos qiladi debdi. Buning o'zidami ichki siyosati adolatni va barobarlikni asos qiladi. Qur'onniki hukmiga asosan. Bu haqda Alloh taolo sura Hujuratning 11-oyatida "Ya eyyuhellezine amenu la yaskhar qavmun min qavmin asa an yakunu khayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ve la telmizu anfusakum ve la tenabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman ve men lem yetub fe ulaikumuz zalimun" degan mush oyatning o'zimi men mushuna dalolat qildi. Yani bir millat ikkinchi bir millat masxar qilmaslik, bir jamoat ikkinchi bir jamoatni masxar qilmaslik, erler ayollarni, ayollar erlerni masxar qilmaslik, hammamiz bir inson degan nuqtada yashash. Bunun o'zini va bir-biriga yomon laqamlarni qo'ymaslik, mana mushuning o'zini Alloh taolo bizga tavsiya qilyapti. Shuning uchun bu yer nimani bildirib degan vaqtda buni mush o'qigan odamni ko'pinchisi bilib desak bo'ladi. Mush Makka fatihasida payg'ambar alayhissalom so'zlagan so'zi bor. Sözün oxirisida biz hammamiz Adem bil Havoning bolalari, o Adem bil Havo loydan yaratilgan deydi.
Yani her rengde bolsa da yoki har qanday dinni, har qanday e'tiqod, mazhab bo'lishini qat'iy nazar, hamma insonniki bir inson ekanligi, inson nasli ekanligi, o inson naslining hammasi odam bilan havoga tutishganligi va ularning hammasi loydan yaratilganligi. Ya'ni mana shu vaqtda hammamiz bir narsani yaratilgan, bir ota bir onadan dunyoga kelgan. Undaq bo'lgandan keyin rangimiz va diniy e'tiqodimiz, mazhabimiz, madaniyatimiz bizniki dushmanlashishimizga sabab bo'lmasligi lozim degan gap. Yani devletin içinde devletin içki siyasetindeki yapılan neyse şu ayetler asasen o devlet hiçbir zaman bir milletke ya ki devlet içindeki mesela Türkiye'nin misal alsak Türkiye'de her xil millet var. Türkiye'deki memurları yani prezidentten başlayıp şu muallimlikçilik hem şu memurların hemmesi her qanday din yoki mazhab yoki millat bo'lishini qat'iy nazar Turkiya fuqarosining hammasiga o'xshash muomala qilish. Ichki siyosat mana shunday bo'ldi degan gap. Hammasiga o'xshash muomala qilish va sud oldiga kelgan chog'da adil hukm qilish. Bu Alloh taolo buyurgan bir buyruq. Agar o'zi u odamlar hammasiga o'xshash muomala qilmagan vaqtda adolatsizlik paydo qilgan bo'ldi. Ham tashqi siyosatga kelgan chog'da tashqi siyosatda fakat menfaatni asos qildi. Zaten dunyoning siyosatini ko'ryapmiz. Payg'ambar alayhissalomga Hudaybiya sulhining o'zida shu putqo'llarga kishan selingan holatda musulmonlar kelgan taqdirdami shuni qaytarib berish bedliga, ya'ni Madinadagi xalqining tish omonligi, uniki menfaatni asos qilib turib, shu tashqi siyosatda menfaatni asos qilib turib, shunday kelishim tuzganligi mana shu yerda isbotlandi. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda biz tashqi siyosatga kelgan chog'da bizniki qarindoshlarimiz o'tayotgan xatoliklar bor. Diniy e'tiqodni bozorga solib, millatni bozorga solish orqali bizning millatimiz bo'lmagan, bizning dinimizda bo'lmagan insonlarni bizning dushmanimiz deb qaraydigan bunda qarashning o'zi nihoyat xatarlik, nihoyat xato bir qarash. Bu yerda Qur'oni Karimning o'zida dushmanni to'g'ri tunish haqida biz suhbat o'tkazdik. Düşmanı to'g'ri tunigan vaqtda qanday qilganmiz degan vaqtda bizning dushmanimiz bo'lgan insonlar yoki to'plum yoki davlat faqat bizga hujum qilgan bo'lishi kerak. Bizni besib olgan yoki bizning vatanimizga hujum qilib kirgan yoki besib olgan bo'lishi kerak. Shu vaqtda u bizning dushmanimiz bo'ldi. Men hozirgi vaqtda shu Qur'oni Karimning o'zi "Fa'tadu alayhim bimisli ma atada alaykum" degan oyatniki mazmuni asoslangan vaqtda sizlarga hujum qilgan sizlarning dushmaningiz degan bo'ldi ashuna o'zida. Şunun karşısında hücum kılan deyen gibi endi. Şunun için bu yerde bizge hücum kılan düşman kim o? Bunun özünü biz tahlil kılışımız lazım, bilişimiz lazım. Bizge hücum kılmayan bir insanlar, onun dini bizden dinimizge okşamaydıgan, milleti bizden milletimizge okşamaydıgan başka bir milletlerini dini okşaması sebebiyle onu düşman tutuş. Allah Teala'nınki dini diyen Kur'an-ı Kerim'de ibaret bu kitapta asla mevcut demez ve bununla tamamen özü karşı. Yani Kur'an-ı Kerim'de sizlarga hech qanday dushmanlik qilmagan bundaq odamlardan chiqishib yaxshi o'ssanglar, ularga yaxshilik qilsanglar, ular bilan muomala qilsanglar bo'ladi degan Qur'oni Karimda maxsus oyatlar bor. Shuning uchun biz diniy nuqtadan dushmanlashish qat'iy o'zi bo'lmaydi Qur'oni Karimda. Bu Qur'oni Karim qattiq cheklagan bir ish. Yana bu sura En'am'daki 108. ayetinde وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ degan bu oyatning o'zida nima deydi degan vaqtida başka diniga e'tiqod qilgan, yani islomdan boshqa diniga e'tiqod qilgan insonlarning o'zini sizlar dashnam qilib, uni haqorat qilib, uni kamsitib, bundaq ishlarni qilmanglar. Agar ashunday qilsanglar, ularmichi o'risa fayasubbulloha advan big'ayri ilmi. Ular bilmagandan keyin Alloh taoloning o'zini, yani Allohni ular dashnam qiladi, haqorat qiladi. Shu vaqtda Allohning haqoratga uchrashiga sizlar sabab bo'lsin degan gap. Shuning uchun o'zi başka dindikiler tillığan vaqtida ular bizni tillagandan keyin ya bizniki dinimizni haqorat qilgandan keyin biz o'zimizning diniga, o'zimiz o'z e'tiqod qilayotgan Allohga, Allohning payg'ambariga haqorat qilishga
sebebni biz özümüz tikilgan bo'lamiz. Shu vaqtda ularni haqorat qilishiga biz aldaki sebep deb beramaymiz. Nima uchun desa, ishniki beshini özümüz shundaq yomon nim bilan boshlaganligimiz uchun gunoh o'zimizda bo'lgan gap. Shunaqki eng yaxshisi diniy nuqtaga kelgan vaqtda din o'zimlik, men o'zim e'tiqod qilgan din o'zimga hisob, uniki o'ziga hisob, bu diniy nuqta. Men insonlik nuqtasini buni qanday muomala qilaman deganning o'zini biz yaxshi o'ylashimiz lozim. Yana o'zi 3-savolning o'zi qonun nimaga tayinli? Ya'ni Qur'oni Karim nima? Qur'onga asoslangan vaqtda qonunni qanday chiqaramiz degan bundaq o'zi nimaga tayinib, nimaga asoslanib turib chiqaramiz degan bundaq bir savol ekan. Biz Qur'oni Karim qanday kitob degan bir suhbatni o'tkazgandik. Shu suhbatning o'zida Qur'oni Karim ilm kitobi emas, qonun kitobi emas, siyosat kitobi emas deganga o'xshash nurg'un narsalarni degandik. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karim Alloh taolo o'zi insoniyatga avatgan bir nizomnoma. Biz bunda o'ng'ay tushunish uchun deyapman, ilohiy bir nizomnoma. Nizomnomada faqat prinsip o'tirib qo'yildi. Mushu prinsip ostida ish epasonli bo'ladi deydigan qarda. Qur'oni Karim degan vaqtda har sohada prinsip belgilangan. Qonun sohasidami prinsip belgilangan. Shu prinsipni asos qilgan holatda qonunshunoslar qonun tuzsa, islomga loyiq holat qonun tuzgan bo'ladi. U qonunni adolat bilan ijro qilsa, u vaqtda u Alloh taoloning adolatini tiklagan bo'ldi degan. Qur'onda bu vaqtda biz uni yana bir o'zi nimada, yana bir suhbatning o'zida islom va shariat degan bir suhbatni o'tkazdik. Ana ashning o'zida islomdagi umumiy bir programma, ya'ni umumiy bir o'zi nima nizomnoma ekanligini butun insoniyatga davr cheklamasi yo'q, zamon va makon cheklamasi bo'lmagan darajadagi, ya'ni cheklamadan oshgan, halqagan holatdagi bir nizomnoma ekanligini va shariat degan vaqtda shu nizomnomaning ichidagi prinsiplarga asosan har yerdagi insonlarning amal ahvoliga qarata shu prinsipni asos qilgan holatda chiqargan qonunni shariat deydiganligimizni. Buning o'zini biz shu vaqtda so'zlagan. Yana shuningga Qur'onda nima deydi degan vaqtda Sura Maidniki 48-oyatida وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ degan mush oyatning o'zi nima deydi degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimni tushirishdagi maqsadning o'zini bayon qilib, bu maqsadning birisi har bir ummatga shariat qilganligini, ya'ni shariat qonun chiqarish, qonun tuzash huquqini berganligini o'zi bayon qildi. Bu nima degan gap degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan prinsiplarni asos qilib turib, o'zining amaliy ahvoliga uyg'un holatda bir o'z qonun chiqarsa, qonun tuzsa, u o'zi Alloh taoloning kitobiga amal qilganligi, Alloh taolo bo'lganligini, ya'ni Alloh taoloning kitobidagi prinsiplarga amal qilganlik bo'lganligini buniki beshida fahkum baynahum bima anzalallohu degan oyatning o'zimi, ya'ni o'zi insonlarga Alloh taolo tushirgan kitob bilan narsa bilan o'zi hukm qil deganning o'zi bu nimani bildirdi desa, har qanday bir masalani Allohniki kitobidagi prinsipga o'zi tatbiqlaydigan gap, prinsipga tatbiqlagandan keyin undan chiqqan narsa hukm bo'ladi. U hukmning o'zini ijro qilgan vaqtda adolat bilan ijro qilsak, Alloh taoloniki adolatni tiklagan bo'lamiz. Ya'ni bu adolat bilan degan gap nima degan vaqtda urug' tuqqunimiz bo'lsin, yoki do'stimiz yoki dushmanimiz bo'lsin, yoki boshqa dindagi yoki o'zimizning dindagi insonlar bo'lsin. Kim bo'lishini qat'iy nazar, u hukmni hamma odamga o'xshash o'zi ijro qilish. Buning o'zini Alloh taolo buyurdi. Bunda o'xshash ijro qilgan vaqtda adolatni barpo qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda Alloh taoloniki prinsipiga asosan hukm chiqarganligimizni va u hukmni har insonga o'xshash ijro qilgan vaqtda adolatni vujudga keltirganligimizni Qur'oni Karim mana shunday o'zi bizga bayon qilyapti degan.
Yana o'zi sura Shura'ning 10-oyatida Şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuha vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimud-dîne ve la teteferraqu bihi kebura alel müşrikin kin ma ted'uhum degan bu oyatning o'zidimi Nuhga, İbrahimga, Musaga, İsaga şeriat qilgan narsaning o'zini, prinsiplarning o'zini Payg'ambar alayhissalom ham keltirganligining o'zini Alloh taolo bayon qilyapti. Ya'ni bu nima degan gap degan vaqtda bu prinsip hech bir zaman o'zgargan emas. Odam alayhissalomga tushirilgan prinsip, hozirgi Qur'oni Karimda ko'rsatilgan prinsip aynan bo'lgan. Ammo har payg'ambar o'ziniki amaliy ahvoliga qarata, o'ziniki jamiyatning amaliy ahvoliga qarata shu prinsipga shu yerlik masalani tatbiqlash orqali hukm chiqarib, jamiyatning to'g'ri boshqarib kelganligining o'zini bayon qilyapti. Ham bizniki bu yerda olgan darsimiz nima degan vaqtida bizmo jamiyatimizdagi, Uyg'ur jamiyatidagi masalalarning o'zini Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsiplarga asosan turib hukm chiqarsak, to'g'ri hukm chiqarib bo'lganligini va u hukmni hamma odamga o'xshash ijro qilsak, adolatni barpo qilganlik bo'lganligining o'zini Qur'oni Karim bu yerda bayon qilyapti degan. Yani qonun chiqarish mana shunday bo'ladi. Yani Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asosan turib qonun chiqarish bu Alloh taolo maqsad qilgan, iroda qilgan o'zi qonun bo'lib chiqadi. Yani uni adolat bilan ijro qilish Allohning adolatini tiklagan bo'ldi degan gap. Endi qonun kim tomonidan belgilandi degan savol bor bu yerda. Kim tarafdan buniki prinsipi Alloh taoloning Qur'oni Karimda belgilandi. Qur'oni Karimdagi prinsipga asoslanish kerak. Endi u qonunni chiqargan odam degan vaqtda molla chiqarmaydi uning o'zini, qonunshunoslar chiqaradi. Buni aniq deb qo'yishimiz kerak. Hamma ishning o'zini molla o'zi chiqargan bir qoida yo'q. Hozirgi vaqtda zaten mesjidga imom bo'lishdan boshqa hech qanday bir ishga ularga ehtiyoj yo'q. Çünkü nima ish qilgan vaqtda odat nikoh qilgan vaqtda hukumatning nikohini kuchga ega bo'laverdi. Ya'ni atayin an-nikohu sunnati degan gapni o'qib yurib u yerda nikoh qilmasmi bo'laverdi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda qonun chiqarish u mollaning ishi emas, qonunshunos, ya'ni qonun degan qanday narsa uni bildigan, uni chiqarishni biladigan, jamiyatga loyiq qonun chiqarishni o'zini bila oladigan bunday insonlarniki chiqarishi lozim. Yani bunu kanun mutaxassisleri deb ataydı. Aşırı çıkası oldu. Bu yani yukarı degandek kanunun özünü icra qilgan vaqtida Alloh taolo mushayda mana Sura Niso'dagi 58-oyatida innalloha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha va iza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum bihi İnnallaha kana semiyan basira degan mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda Allah amonatni o'z ahliga berishga buyurdi. Bu nima degan gap degan vaqtda har bir insonniki qo'lidan nima keladi, u ishni shunga berishni Alloh taolo buyurdi. Bir odam uy sola oladigan, uniki qobiliyati ashunga yetgan bo'lsa, uy serishni, ya'ni o'zi binokorlikni odam berish, bir odam siyosatni bilsa, siyosatni unga berish, bir odam o'zi diplomatik munosabatni bilsa, o diplomatik munosabatni unga berish lozim. Ya'ni bizniki hozirgi jamiyatimiz bo'layotgan narsa nima degan vaqtda bizniki xalqimiz diniy e'tiqod jihatidan qarg'ulachi, cho'qinish nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun hamma narsani mollaga tashlab qo'ydi. Bu xato narsa. Mollamni imom bo'lsin, yetidi shu. Boshqa ishi yo'q ularniki. Agar o'z namozni uyda o'qisak, imomga muojizimiz yo'q. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda her ishni bizning xalqimiz bilish kerak. U ishni shuniki ahliga bera oladigan bo'lishimiz lozim. Qo'rqmasligimiz lozim buningda. Siyosatning o'zini vatanning davos sohasida siyosat qiladigan ishning o'zini cho'tsa, siyosatni biladigan odamni bu ishga keltirishimiz lozim. Qur'onni chiroyli o'qitsalar, shuning o'zi uni berish bu o'zi omonatni o'z ahliga berganlik bo'lmaydi. İqtisodni ixtisosshunoslikka berishimiz lozim.
Diplomatiyani, xalqaro munosabatni o'qigan odamlarga berishimiz lozim. Demek ki her kandak özü işinin özüne şunu bildiğin adamını navaylıkın navayga, kesbi navayga, kassapka, yani kesbi kassapka verişimiz lazım. Şu vaxtda bu iş nim boldu degan vaxtda iş terakki qiladi, to'g'ri mangadi. Chunki u bildigan odamlar qilganligi uchun u ishning o'zini bildigan odam uni to'g'ri qiladi. Şu vaxtda biz o'zi bizning ishimiz rivoj topadi. Biz o ishda g'alaba qila olamiz. Biz nurg'un qaytim inqilob qilgan bo'lsakmi, inqilobda siyosatchining orqasiga kirolmay, shu alhamdulillah chalpichiq o'qigan odamning orqasiga kirib olganligimiz uchun ish g'alaba qilmagan bizda. U dini bilim boshqa narsa u. O adam namaz okusun, bir yer kıraat kıldığı şey kılsın, ballığı Kur'an'ı öğütülüğü şey öğretsin, boldu. Başka vazifesi yok. Ama dinini okudum diyenlik öyle Allah, onu bütün dünyadaki ilimini bildiğin körüveliş, itiraf köveliş, bu bütünley milletlik hatalığı. Yani bundan özü millet ne kılış gerek? Yani özü bundak bir nesilden millet özüne tartış gerek, ya olmaydı, bunu ağırıp düşünüş gerek. Yani bana şey vaxtında. Yani her adamga öz kasbi doirasidagi narsalarning o'zini bera oladigan bir qobiliyat yoki bir narsa yetish kerak millatda. Bir odamni cheksiz olim qatorida hisoblamaslik kerak. Qur'on o'qib qo'ysa u cheksiz olim bo'lmaydi. Shuni tarjima qilishni bildi, buni tabliq qilishni bildi bo'ldi. Hatto nurg'un mo'lllar odatda mashina mayda olmaydi. Endi xalqimizga ayta o'rgatilganda eng nochi odam shu Qur'onning yaxshi bilgan shu ilm, fan deb ayirib etilgandachi. Bu shu diniy ilmni bilgan odam eng to'g'ri, eng taqvo, eng ishni eng yaxshi qiladi debcha. Ashunda tengilg'achqa xalq shuni qabul qilib, shu eng nochi shu bo'lgandan keyin deb hamma narsa shuni tashlab bergan gap. Asasil degandek ayrilish kerak-da bu ishlar. Hammadan mesela Kur'an'ı yaxshi bilen qari olsunmu? Ama o bir doktorlukni o'qib, kisani operatsiya qilib, uni o'disini chiqarlaydigan aşı seviyaga yetgan bo'lsa, uni qilsa bo'ladi. Shunday qilamiz. Albatta. Demakchi o'zini. O Qur'onni yod edib, boshqa bir fandan bir narsada o'zi bir netinch qozongan bo'lsa, demakki uni o'zi nihoyat yaxshi katta olim bo'lgan bo'ladi. Har holda bir sohadan bo'lsa, ya'ni Qur'onning ichidagi bilim doirasida bilimniki Qur'onning ichi Qur'on o'zi tashabbus qilayotgan bilimniki birisida g'alaba qilgan bo'ldi. Bundaq odam nihoyat o'zi foydali bo'ldi misol. Ya'ni ma Qur'ondagi shu vaqtda millat nima desa, İnnallâhe ye'murukum en tu'addul amanati ila ahliha degan mush oyatning o'zida omonatni o'z ahliga beringlar degandan millat omonatniki egisi. Shu vaqtda omonatni o'z ahliga berish kerak. Siyosat qildigan siyosat nima siyosiy sohani siyosatchiga berish kerak. Iqtisod sohani iqtisodshunoslikka berish kerak. Diplomatik munosabatni, xalqaro munosabatni u odam berish kerak. Bu halkı dini sahanın özünü mollamlığı beriş gerek. Hemmesineki özünün orunda bir işi var. Şu işinin özüne millet aşına öz beriş gerek ve millet mi? Şu sahadaki bilimini biledi ma adamda aşına itiraf kılış gerek. Bir adam dinini bilse onu ölüme adep alim dese kabul kaldı hazır vakti bu adamla. Ölüme adep onun özünün çeksiz bilim egisi kılamaslık gerek. Yani şu sahadaki nesini biledi bu adam. Bunu da başka sahalikini bilmeydi. Mesela nurgun alimlerimiz var. Ama fenni alimlerimiz olsun, dini alimlerimiz olsun. Adeta hiç kadar okumayan biri navaylık işi varsa naya kalmaydı. Demek onunki ehli emas o. O halkı yaman çoğun bilimini okup ketken bolsun mu? Meyli özü fizik okusun, meyli kimya okusun. Şundak çoğun ilimini okup ketken bolsun mu? Onu navay deyişki olmaydı. O özün sahasındaki bilimini bilirdi diyen gep. Navaylıkını bilmeydi diyen gep. Şunun için her sahani enik acırtıp hazır cemiyetler mesela teşkilat kurduğun işler var, teşkilatının özü mü? Misal teşkilatının beşiğe keltirdiğin adamlarını biliş gerek. Xalqaralık yoki hazırki vaqtda devletler bilen her xil teşkilatlar bilen münasebet kıldıgan adamlarını şu münasebet kılalaygan adamlarının özünü enik bilip şunu qo'yish gerek.
iqtisodga boyaq degandek har insonni o'ziniki qila oladigan ishiga saylash kerak. Ondan keyin bu qilolmaydigan ishni ish meni qo'limda kelmaydi deyish kerak bu odamni. Ma bilmasa, ma ishni men bilmayman, ma ishning ahli emas, buni o'qimagan. Men buni o'qigan, bilgan odam qilsin desa, o odamniki o'zi nihoyatda aqlli, nihoyatda o'zi bilimli odam ekanligi ashyadan bilindi. Siyosatni gap qilsa, butun dunyo siyosatchini yaratmaydigan, askarligimiz generalni yaratmaydigan siyosatchi gap bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Misolda bir odam bir yo ikki sohada bilim egasi bo'ldi. Yana ikkinchi nemasi bu oyatniki va iza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum degan bu oyatning o'zi nima deydi desa, insonlarning orasida hukm qilganda adolat bilan hukm qilinglar. Hech bir zaman Alloh taolo hukm qilgan vaqtda musulmonlar orasida demaklik. İnsanlarning orasida. Ya'ni u bir jamiyatda, bir davlatning ichidagi, davlat fuqarolarining ichida har xil dinga e'tiqod qilgan va har xil millatlar mavjud bo'ladi. Shu yerda hukm qilgan vaqtda hamma odamga o'xshash birdek adolatli hukm qilish. Ya'ni bir oyatda bor bunda yana nimada? Ya'ni bir oyatda agar urug' tuqqanlaring bo'lsa-mu, uning ichag'irtib o tarafga o'tib olmang deydi. Mayli urug' tuqqanimiz bo'lsin, mayli biz o'zi suqishib yurgan odamlar bo'lsin, bu hukm qilgan vaqtda adolatni asos qilishimiz, u yerda mazhabchilik, dinchilik yoki millatchilikni birinchi o'ringa chiqarib olmaslikning o'zini Alloh taolo bu yerda bizga bildirib oldi. Ziynli bo'lgan taqdirdami? Ziynli bo'lgan taqdirdami? Shu adolat taraf turing deydi. Hamda davlatniki do'st dushmanlari cho'dapti. Davlatniki do'st dushmanlari Qur'oni Karimda misol, ya'ni jihyat bor, men bir oyat keltirdim buningga. Sura Baqaraning 194-oyatida Ash-shahrul haram bi-shahril haram wal hurumat qisas faman yatada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma yatada alaykum vattaqulloha va alamu annalloha ma'al muttaqin degan o'sha oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda sizlarga hujum qilganlarga uning o'xshash sizlarga hujum qiling deydi. Dushman kimga degan vaqtda bizga o'zi hujum qilgan. Bizning vatanimizga tajovuz qilgan, bizning haq-huquqimizga tajovuz qilgan, bizning nomusimizga tajovuz qilgan, mana buning o'zicha desa bizning dushmanimizga. Bizning vatanimizga, nomusimizga tajovuz qilmagan, haq-huquqimizga tajovuz qilmagan insonlar bizning dushmanimiz o'p hisoblanmaydi ekan. Ya'ni bu yerda nima deydi degan vaqtda Alloh taolo bu yerda sizniki e'tiqodga o'xshamaydigan odamning hammasi sizning dushmaninglar degan bundaq narsani, bundaq gapning o'zini Qur'oni Karimda hech qanday hayot qilmagan. Qaysi e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar, o sana hujum qilmagan bo'lsa, o sening dushmaning emas. Sening dushmaning kim shu vaqtda sana hujum qilgan, sening haq-huquqingni oyqaslik qilgan, sening nomusingni oyqaslik qilgan bu insonlarcha seninki dushmaning. Hozirgi vaqtda bizning dushmanimiz aniq bo'ldiki, yana Xitoydan iborat. Onun uchun bizning bir qism ahmoq tabliğchilar va misol bizning yana bir dinda bo'lmaganligimiz uchunlar butun dunyoni o'zining diniy e'tiqodiga o'xshash bo'lmaganning hammasini bizniki dushmanimiz deb tabliq qilib yurgan. Buning o'zi bir ahmoqonlik ham Qur'oni Karimga nihoyat zid bir narsa. Endi saylam qanday bo'ladi debdi. Saylamning o'zidimi Qur'oni Karimda shu burunqi birinchi o'qigan oyatning o'zi shunga yetarlik. Misol saylam ikki tarafdan bo'ladi. Saylag'uchi va saylanuvchi. Alloh taolo yana shu sura Niso'ning 58-oyatida innalloha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha va iza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum bihi degan bu oyatning o'zi deydi. Amonatni ahliga beringlar deydi. Amonat ahliga beringlar degan nima degan vaqtda bir davlatda davlatning raisini saylash kelsa, bir qancha odam namozga tushgan bo'lsa, u yerda ma bizning jutlig'imizdi. Ma musulmondi, yoki bo'lmaydi ma u oqdi.
degandek yoki bizning millatimizdan deb o'tirib saylamasdan shu davlatni eng yaxshi boshqara oladigan odamga u davlat boshqarishdan iborat bu omonatni beringlar deydi Alloh taolo. Masalan 2012'de nimada Misrda saylan bo'ldi. Muhammed Mursi saylandı şu vaqtda. Şu yerda İhvan Muslimin deb şu Müslüman qarindoshlar jamoatining o'zi uni kuch chiqarib, shuni bilan o'zi uni chiqargan bo'ldi. O adam biraz o'zi hukm surgandan keyin uning o'zini davlat mudofaa ministrining o'zi yana yiqitib lekin u huquqni tatoldi hozir Sisining o'zi. Şu vaqtning o'zida bu adam misol shundaq dinni o'qigan bo'lsa-mu, ammo davlat boshqarishda u nimaniki Misrniki ahvoliga qarta davlatni yaxshi boshqarmaganki asliga odamni o'rayapti uni o'zi. Millat u yerda diniy qarindishimiz deb turib saylash buniki xato bo'lganligini o'shandan bilib oldi. Diniy qarindosh emas, bu yerda qaysi dindan va qaysi mazhabdan yoki qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar bir davlatning ichida u shu davlatni yaxshi boshqara oladigan, davlatga foyda keltira oladigan, millatning o'zini to'g'ri yetaklab manglaydigan odamni saylash, mana bu o'zi Alloh taolaniki omonatni ahliga beringlar degan o'zi shu buyruqqa amal qilib oldi. Yana omonat raisni saylashdan iborat bu omonatning o'zini kimga berdi degan vaqtda raislikka eng loyiq bo'lgan odamga bergan vaqtda omonatni shu o'z ahliga shuni loyiq odamgacha salohiyatlik, ya'ni shu ishga salohiyatlik odam bergan bo'ldi. Shu vaqtda u to'g'ri qilgan bo'ldi degan. Bu bir tarafi, ya'ni saylamniki o'zi xalq tarafidagi taraf. Ikkinchisi degan vaqtda diktatorlik qilib odam to'plab yurib o'z majburiy elib olish bu Alloh taolaniki bu prinsiplarga tushmaydi. Ya'ni saylanadigan odam o'zi layoqatli bo'lish kerak. O'shaning o'zida o'z shu ishni qila oladigan odam bo'lsa, o ishniki men bu ishni qila olayman deb o'tirib chiqsa bo'ladi. Misol Qur'oni Karim tashabbus qilayotgan, bo'rayotgan narsa bu. Ahli bo'lish deganning o'zi nima degan vaqtda shu ishni qila oladigan, shuni salohiyatlik inson bo'lish. Qur'oni Karim salohiyatning o'zini nihoyatda yuqori o'rin qo'ydi. Shuning uchun masalan Payg'ambar alayhisolamning hayotidami Payg'ambar alayhisolam Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida shu yo'l boshlab mang'anga bir mushrikning o'zini nima qilib o'zi pul berib shuningga shu mushrikka yo'l boshlab Madinaga kelgan. Yo'lni shu mushrik yaxshi bildi shu vaqtda. Demak bu yerlik narsa nima degan vaqtda bir ishqa, buni o'z odatdagi bir ishqim to'g'ri keldi. Misol do'kon ochamiz yoki bir yerda bir zavodimiz bor, ishlaymiz degandek yoki taksi qilamiz ya oshxona ochamiz degandek bunda har xil insonlar har xil ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Mana shu vaqtning o'zida u insonlar shu ishga selish uchun ishni bildigan odamni ishga selang degan gap. Yevropada bu ishlarning o'zi masalan bir yerga bir istiqlotga ishga kirmoqchi bo'lsak, shu yerga kirsak, ashadagi ishni qila olamizmi? Shu yerga shuni ko'taradigan mashinalar va ashinalarni hayday olamizmi? Ashni qarta kenishkin bormi deydi. Shu kenishkini ko'rsatgandan keyin undan keyin o'zi shu ishga oladi yoki bo'lmagan bo'lsa shu kenishkini epgan undan keyin nima qilamiz? Ishga olamiz deydi. Demak, kenishkimiz bo'lmaganligi u ishga layoqatimizni bo'lmaganligini bildirdi. Ya'ni sen uning layoqatini to'shqizib kel, undan keyin biz uning layoqatini to'shqandan keyin biz uning olamiz deydi ular. Ya'ni bu nihoyat muhim bir masala. Shuning uchun o'zimizning aloqamizni yoki urug' tuqqani yoki o'zimizning millati yoki o'zimizning dindoshi yoki o'zimizning mazhabidagi insonlar deb o'tirib birisini olamiz. U odamning qo'ldan u bizniki qilgan ishimiz qo'ldan kelmaydi. Shuning oraliqda undan keyin o'zi texnik xafliq nima qilgan gap bemiz ziyonni tortgan ishlar chiqdi. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda ahli bo'lgan insonlarni o'z ishiga elish bu nihoyatda o'zi muhim bir masala. Bu shu prezidentning toki odatdagi tozliqdan tortib hamisiga shu kuchga ega, tozliqning o'zidan tozliqni qila oladigan odamni elish bu
əhlini alğan boludu. Şu vaxt o adam o işin höddüsünü çıxalaydı degan gap. Yana öz dövlətinin adalet və saadet bilan güllenishi uchun Qur'on nimalarni tavsiya qiladi deb dendi. Buningda dövlətniki güllenishi, xalqniki güllenishiga Qur'oni Karimda ikki tarafga shart qo'ydi. Ya'ni o'zi prinsiplarni belgilab qo'ygan. U nima degan vaqtda davlat birinchi o'zi xalqdan davlatniki ehtiyoji qarta bajaradi. Davlatning ehtiyoji qarta bajaradi. Hozirgi islomda zikr qilinayotgan zakat mana hozirgi davlatlar to'layotgan bojdan iborat yani. Yani o'zi xalqdan davlat o'ziniki ehtiyoji qarta boj oladi. Xalqniki vazifasi degan vaqtda shu davlat qo'ygan bojni davlatning qonunlariga amal qilgan asosda ashuni to'lash u xalqning ustidagi vazifa bo'ldi. Endi xalq shu bojni to'lab bo'lgandan keyin xalqniki o davlatda xalqning qanday haqqi bo'ldi degan vaqtda xalqniki davlatning ustidagi haqqi davlat uniki butun haq-huquqlarini o'zini qo'g'daydi. Davlatning ustiga tushadigan vazifa bu. Xalqniki, ya'ni fuqaroning ustiga tushadigan vazifa davlatniki qonunga bo'ysunish va davlat qo'ygan bojni o'zini vaqtida to'lash. O davlatning qonunga bo'ysunib, o bojni to'lagandan keyin davlatning ustiga tushadigan vazifa degan vaqtda xalqning butun haq-huquqlarini qo'g'dashdan iborat yani. Buningda o'zi Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda Sura Tövbiniki 103-oyatda "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha ve salli alayhim inna salataka sakanun lahum vallahu semiun alim" degan mush oyatning o'zini bayon qildi. Alloh taolo deydiki Payg'ambar alayhisolamga sen ularniki pul mollarniki sadaqasini o'zini ol. Shu vaqtda sen ularni va ularniki pul mollarini o'zini tozalagan bo'lsa. Yani ulam xotirjam bo'ladi, davlatga boj to'ldik deb xotirjam bo'ladi degan gap. Va salli alayhim. O pulni, masalan, bojni ep bo'lgandan keyin endi sen ularga nima ish qilasan? Masalan, xalq o'zining gardindagi vazifani ado qilib, o o'zi pul o nemaning o'zini bojni sana to'ladi. Sizning qonunga bo'ysunib boj to'ladi. Endi siniki qildigan ishing ularga nima degan vaqtda vasalli alayhim. Sen ularga yordam qilasan deydi Alloh taolo. Inna salataka sakanun lahum. Yordam qas yordam degan vaqtda inna salataka. Yani siniki ular qildigan yordaming sakanun lahum. Ularni xotirjamlikka erishtirish. Yani her jihatdan ularni qo'g'dab, haq-huquqlarini qo'g'dab, ularni xotirjamlikka erishtirish mana bu siniki vazifam deydi. Yani davlatning vazifasi shu degan gap. Xalq davlatning qonuniga bo'ysunib bojni to'laydi vaqtida davlatning vazifasi xalqni xotirjamlikka erishtirdi. Xotirjamlik dunyodagi eng chong baxt saodat. Va davlat shu xalqniki pul orqali gullandi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida mana shu o'zi har qanday bir davlat yashasa şu davlatniki bizga qo'ygan vazifalarni, qonun prinsiplarini biz ko'zga ilishimiz va shu davlatniki ichida turgandan keyin uningga o'zi gardimiz kelgan vazifalarni, ya'ni bojlarni o'z vaqtida to'lashimiz bu o'zi bizning gardimizga vazifa degan gap. Davlatning ichiga kirib olib, masalan Turkiyadagi bir davlatning ichiga kirib olib, ana Turkiya hukumatini tillab, bu degan tog'ut, shayton deydigan bunda gaplarni qilishga hech qanday odamning haqqi yo'q. O davlat o insonlarni sig'dirib ashaga amayat yashash sharoitini berganlikka rahmat aytish kerak. Agar inson bo'lsa. Bu davlat nurg'unlagan o'zi narsalarni asos qilib turib boj yig'di misolda. Ko'rik soladi, yo'l yasaydi, maktab soladi, doktorxona soladi, askarlik ishildi, harbiy qurol yaroq ishildi, undan keyin davlatning ichidagi kambag'allarga ishildi,
yetim balalarga işiltdi, onundaki kayri, iş kılamaydigan insanlarga, acizlarga işiltdi degendek nurgulluğan işilttiga uğurlar oldu. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kandak bayan kıldı diye vakıda Sure Tövbe'niki 60. ayette inneme sadakat lil fukarai vel mesakin vel amilina aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir rikabi vel arifine ve fi sabilillahi ve ibnis sebil ferizeten minallah vallahu alimun hakim diye muş ayetin özünü bayan kıldı. Yani muş 8 uğrunun özünü bayan kıldı. Muş 8 uğrunun hemesini mi diye vakıda devletniki bütün içindeki ihtiyaclık uğurlarının özünü bayan kıldı Allah Teala. Yani biz devlet kursak, ben devletin içindeki bütün muşundak ihtiyaçlarının hemesini asas kıtırıp ihtisasşünaslar, devletniki iktisadını hesaplaygan ihtisasşünasının özü her yılisi keler yıl yani bir yıl özü muşu 9. aydan başlap onu hesaplagan bolsa, keler yıl 9. aralıktan muşu devlet kançılık pul ketidi. Dep onu hesaplaygan gap, onundaki onun özüne xalqqa maçlık pul tapqa adam maçlık baş tölaydi, maçlık tapqa adam maçlık pul tölaydi dep aşu baş tölaydi dep onu tapqan puluk qarta başının özünü bekitidi. Şu başın töləgən vaxtda o devletniki şu ihtiyacı qamdıldı. Ondaki o devlet o pulun özünü bütün özü devletniki şu ihtiyaclı uğurluları işitiş arqılı devlet tərəq qıldı doğan gibi. Yani bu xalq aşında başını töləgəndəkin o devlet qanda qıldı diye vaxtda bay diyen oxşaş o xalqqa xatircəmlik yaratıb berdiğan gibi. Bir şey bir narsa sorulay. Abdalaka men burun yeni Müslüman bolgan çağda 93. yıllar değil mesela 96. yıllar. Şu devletki baş tapşırış haram dep qaraydigan mesela Pakistanlıklar başka yerdekiler özünün devletige şu baş töleşini haram dep qarap hatta gizledim okugandım. %98% başını yığanmaydı ekan-da Pakistan devleti üçün. Onda olgandan keyin bu devletning kuchi ajizlaydigan gap-da bargansir üçün. Ega o ulug'unmagan ekan. Bu yerdagi diniy ilmonlar ashuna deb fatvo chiqarganmi yo nimaning ta'siri bilmadim endi. O'zini musulmon deb qaraydigan odamlar mushu boj masalasi kelgan chog'da sizlar ayada zakat deb tushunilgan bojni olmagan debchi. Bunda qaramaydi-da endi-chi. Bu an'anaviy dinda mushu to'g'riliq bir nima bormi endi-chi? Alının asaslangan bormi? Bu an'anaviy dinning o'zida qanday qaraydi degan vaqtda misol shu shariatning o'zini qonun qilmagan, ya'ni shu Abbosiya nima shu Umayya sulolasi zamonida yozilib qolgan sharh qoidaning o'zini qonun qilmagan davlatning o'zini bu kofir davlat, tog'ut davlat deb qaraydi bu aslida. Unda bo'lgandan keyin uning bosh to'lasak biz kofirlikqa bosh to'lagan bo'lamiz deb o'zicha shunday qaraydi. Aslida bular davlatga xoinlik qilgan insonlar. Bularning o'zini shu Qur'oni Karimdagi misol Sura Anfalning 39-oyatidagi qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna dinu kulluhu lillah degan fa inna tahu fa innalloh bima ya'maluna basir degan oyat var. Yana boshqa oyatlarda fa inna tahu fahallu sabilahum degan oyatlar var mesela Sura Tövbe'nin o'zida. Bunun nima degan bo'ldi degan vaqtda dini e'tiqodni bano qilish orqali davlatga qarshi turish, buning o'zimi bir nima? Misol jinoyat hisoblanadi. Adil davlatning o'ziga, ya'ni davlat adil bo'lsa, u vaqtda u davlatga qarshi turish butlay o'zi nima? Ham u vaqtda bizga deydi, u vaqtda Xitoy adil bo'lsa biz qanday qilamiz degan ishlarni chiqdi. U ayrim bir narsa. Xitoy bizning vatanimizni besib olgan, u adil bo'lsin, zolim bo'lsin, baribir u bizning dushmanimiz. Uning o'zini uni adolatni yoki hech qanday narsani biz qabul qilmaymiz. Onun uchun bu ayrım bir narsa. Ammo biz davlatimizni ozod qilgan vaqtda davlatimiz ichida har xil diniy e'tiqodli insonlar bo'ldi. Har qandayniki bu o'z nimaning o'zini boshni berishi gardinlik vazifa bo'ldi. Agar boshni bermasa, davlatni e'tirof qilmagan bo'ldi. Davlatni e'tirof qilmagandan keyin uning o'zini davlatning jazolash haqqi bo'ldi. Misol Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan vaqtda Abu Bakrning zamonasida
bir qism qabilalar Ebu Bekir'e biz özü başta ölmeymiz. Biz Muhammed'le kilişim tüzgen. Buldu Muhammed öldü. Endi biz özü Ebu Bekir'e tüzgen kilişimimiz yok. Onun için biz onu başta ölmeymiz de nim kılgan. Karşı çıkkan. Karşı çıkkan vaxtda Ebu Bekir'in degen gepi avaydı. Muhammed Aleyhisselam töylegen bir oğlak çağlık näsinin özünü bana töylemese ben onu uruş açıma dep şunu da asker tartıp verip ularını bastırgan. Bastırıp qaytadan öz ularının özünü devletki başa egdirip, hakimiyetki başa egdirip, baş töyleydigan kılıp, onun dekin özü işin tamamlagan. Bu ne diyen bol diye vaxtda devletniki baş kanunları, devletniki aşı en asaslık can tumuru bu baş. Bu başını töylemese devlet onun özünü qattiq cazalash haqqı var degan gap. Yani Avrupa'nın özünde eğer başını oğulgan bolsa, onu naayet ig'ir ko'rdi. Nima uchun degan vaqtda davlatniki ho'lni ko'lgan, davlatniki yiltizga palturgan odamlar qatori ko'rdi misol. Yani mana shu vaqtda davlat xiyonat qilgan odamda, bunda odamlar naayet ig'ir o'zi nima qiladi? Ogohlantirish beradi. Agar vaqti kelsa qaraq bo'lsa, uning o'zini shu boshqa davlatni kelgan bo'lsa, vatandoshlikdan chiqarib oladi. Bu musulmonlik eng ig'ir xatolik nima desa, mayli Angliyada bo'lsin, mayli dunyoning haqqasi yerlarida bo'lishni qat'iy nazar, o devletke aşında yoklan nersini bana kılış aklık bularınki bittal özü kılını julsak mı bizi halal dep başkalarınkini aşında hakkını yiyişini özü halal kılıp aldı. Bu Yahudinin itikadı okşaydı. Yahudi bulmagan her kandak insanlarınki nersini evasak bizi halal degen bir petvası var Yahudininki. Xudu şunun okşaş adırıqı enenevi İslam'daki insanlarınki nemesi. Ama bu Kur'an'daki İslam çödüge vaxtda o adil devletniki kanunu boysunuş ve o kanunu icra kılış o adamın kendi vazife eğer onu kılmasa o adam devlet hıyanet kılgan buludu. O devlet onu kandak özü layık alet kandak cezalasa o ceza onun hakkı olgan buldu. Hatta o doğruluğu iniq pätivalını anlagandım mençe hamda. Hükümetinkini yoki devletinkini alsang buludu. Şahsiyinkini alsang bo'lmaydi depçi. O'z noktada. Hem de bu işler var. Bu işlerin özü biz okuvatqa vaqtim asasen aş kitibinin özde Darul Harb, Darul İslam dep işki bölüp koygan. Müslüman padişahı Müslüman bulmagan yoki maydı xalqning ko'pinchisi musulmon bo'lmagan yerning hammasining o'zi nima deydi desa Darul Harb deb qaraydi-da shu vaqtning o'zida. Darul Harb deganning o'zi dushman bir taraf urush qilsak bo'ladigan bir yer degan ma'no chiqadi. Aşağı berib shularning haqqini o'zini yeganlikning o'zimi ularniki nazarda boshlar qarshi bir kurash qilayotganlik his qiladi o'zicha. Ammo bu Qur'oni Karim tamamen zid bu narsa. Sana qarshi chiqmagan, seni o'zi sana zulm qilmagan bir davlatning o'ziga sen qarshi chiqishing butunlay xato degan gap. Masalan biz Yevropada bir davlat yashayapmiz, o davlat biz o'zi multaji bo'lib bordik. Endi bizga ular beshimiz silab bizga yaxshilik qilgan vaqtda biz ularniki yo'lini ko'lab, ular biz askar qilsak, biz o davlatga xiyonat qilgan bo'lamiz. O davlat bizga qanday jazo bersa, vaqt kelsa garajdanlikni chiqarib qo'ngimizga tep haydayapsizmi? Haqqi bor degan gap. Hatta yakında anılgan buluşur mümkün. Yakında məxsus aşı doğruluk yine sözde de birisi şu. O aşı Afganistan'daki bir soğuşaydı. Bilme gazi depçi. Aşı garipke o şu Darul biz İslam Darul Harb garip devletleri gelsen o uruş etişki tikişik yerler uçu. O bu depçi. İyi küçük olmaydı. Afganistan'a kilanlar diyerek Talibanlı bilen Xitay bilen bilişiyotgan Talibanlığa nima qilyotilar şu. Acayip hazır muşu zamanda ham shuni so'zlayotdi-da. Ama aşıncıdaki aql aşıncı bo'lganda keyin. Endi bu nimaniki 8-nimasida har xil millat, qavm, fikr, ideya, e'tiqod va ideologiyalarga qanday qaraydi Qur'on debdi, qanday takliflarni beradi debdi. Buning o'zi yuqori diqqatni deb o'tib ketdik.
Misal Sure öz Hujurat'ın 11. ayetinde ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavmin asa yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa yekunne hayran minhunne ve la tehmizu enfusekum ve la tenabezu bil elqab nimel ismul fusuq ba'del iman degan ve men lem yetub fe ulaikumuz zalimun. Muş ayetinin özünde mi deydi? Her xil millet yaşaygan bir yerning o'zida bir millet ikkinchi bir milletni masxara qilmasligi, bir jinsidagi yana insonlar yana bir jinsidagi insonlarni masxara qilmasligi, erlar ayollarni, ayollar erni masxara qilmasligi va bir millet ikkinchi bir milletni bir dindagilar ikkinchi bir dindagi insonlarni masxara qilmasligi, ularniki o'zi har xil o'zi iffat nomuslariga tegmaslik bu Qur'oni Karimda belgilangan bir belgilama. Eğer şunda qilgan bo'lsa, Alloh taolo nima deydi desa, "Va man lam yatub bi'sal ismul fusuq ba'dal iman va man lam yatub fa ulaikumuz zalimun" deydi. Aşında qilgandan keyin kechirim so'ramasa o odamlar bir millet ikkinchi bir milletni masxara qilgan bo'lsa, u masxara qilgan millet berib masxara qilingan milletdan kechirim so'ramasa, o odamlar o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi deydi Alloh taolo. Şunun için bu yerde bir devletin içinde nurgun milletler, nurgun itikattaki insanlar ya ki nurgun partideki insanlar yaşaydı. Yaşayan vaxtda birbiriniki itikadıga, birbiriniki milli özü nemisiga, kimligiga hürmet kılan asas yaşaş bu Kur'an-ı Kerim belgilegen bir belgileme. Özlerinin milletinin bulmayan, özlerinin itikadı bulmayan insanların hemmisini düşman görüş bu Allah Teala'nın dinine naib zıt bir nesnemdi. Şunun için bu yerde bir yani o Kur'an'da yani lekum dinukum veliyetun diye ayet var bunun kartta. Yani bu bir prensip o lekum dinukum veliyetun diye ne? Aş prensip asasında yaşaş gerek. Her insan, her adam benim dinim özemliki. Onun özüge, benim dinim özemge, ben Uygur olsam, o başka millet olsa özüge. O başka millet buluşu özüge, benimki Uygur oluşum özemge. Onun için ben insanlık noktasında onun olan öz yaxşı ötüşüm gerek degan prensip boyunca yaşaş bu Allah Teala otur koygan bir özü prensip insanlarniki inak yaşaşı için otur koygan bir prensip. Bu prensipni buzuş dünyaniki özü bir xatarligini buzuşdan ibaret bu bir zulüm payda qilgan gap. Şunun için bu zulüm Allah Teala kabul qilmaygan bir narsa. Allah Teala en özü öş ko'radigan bir narsa misal. Hem de itikad erkinlik ve onun çeki degan bir nim barken bu qanday bo'ladi Qur'onda bunun qarta bir ko'rsatma bormi dedi. Sura Kahf'ning 29-oyatida va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha ve yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi'l wujuh bi'sa şarab ve saat murtefaqa degan mush oyatning o'zida deydi Alloh taolo. Etiqadning o'zini insonlarga etiqad erkinlikni berganligini bayon qildi. Mush oyatlar orqali. Yani Sura Baqara 5'den bor bundaq oyatlar masalan Adem alayhissalom ne xatolaşqandan keyin nimada ihbitu fa inna lakum ma sa'altum wa zuribat alayyak. Aş ayetning o'zi deydi nimalqi minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun vellezina kafaru ve kezzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun degan mush oyatning o'zida bayon qildi. Yani mening hidayat kelganda uningga ergashgan odam nijotlikqa erishidi, uning ergashmagan uni e'tirof qilmagan odamlar do'zaxga kiradi deb Alloh taolo bayon qildi. Ammo sen çokum işinişin gerek, ergişin gerek deb Allah Teala hech qachon insonlarga bundaq o'zi bir besimni ishlatgan emas. Yani mushu hozir Sura Kahfning mush oyatning o'zidimi? Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xoliqini ishonsin, xoliqini ishonmasin. O o'zining shaxsiy ishi. Müslüman buluş ya kafir oluş ya Yahudi oluş, Nasara oluş ya hiç narsa bo'lmaslik ya bir partiya kirish kirmaslik o insanın shaxsiy ishi.
Yani demek ki ne mi diye vakıda Allah Teala insanlara itiqad erkinlikini bergenden gep. Bu itiqad erkinlikning o'ziga hech qanday bir odamning hujum qilishga haqqi yo'q. Ya'ni bir odam kafir bo'lgan bo'lsa, o kafir berib musulmonlarga hujum qilmagan shart ostida uni sen kafir ekansan deb o'tirib uni hujum qilish jinoyat hisoblanadi. Og'ir jinoyat hisoblanadi misol. Yani bu o'zi itiqad erkinlik. Yani itiqad erkinlikning o'zi insonlarga bir adam bir dinga e'tiqod qilgan bo'lsa, bu nihoyat yaxshi bir ish. Ammo buniki chekinagi vaqti degan vaqtida Qur'onda la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay. Ash oyatning o'zida ashuni o'zini bayon qiladi misol. Biz dinga e'tiqod qildik, u dinimizni so'zladik, haqni insonlarga anlatdik. Ammo uni chekinagi var bu söz erkinlikim keldi bu. Oniki cheki başkalarını zorlaydigan ya kelgan vaqt to'xtaymiz biz. Shu cheki aşağıya ko'rib to'xtaydi. Zorlagandekilla bu nima degan vaqtda chekni oshgan bo'lamiz. Shu Qur'oni Karimda bir odamni diniga kir deb zorlash yo'q. Agar zorlasak u vaqtda mecburen o diniga kirgan odam asla o'z samimiyligini o diniga kirmaydi. Bir odamni mecburlab bir diniga kiritish asla mumkin emas. Onun için bu yerda nima deydi Alloh taolo desa, xalab o'zi agar kirmoqchi bo'lsa xalab kirsin. Bo'lmasa uning hech qanday odamniki uni o'z zo'rlashga haqqi yo'q deydi. Yani söz erkinligi ve onun çekici degan vaqtdimi söz erkinligida Duha surəsinin 11. ayetdə ve amma bi ni'mati rabbike fehaddis. Yani özü o sure ayetindeki 67. ayetim ya eyyuher resulü belliq ma unzile ileyk fe illem tef'el fema bellagte risaletehu vallahu yasimuke minen nas degan muş ayetning o'zidimi şikayette deydi sen ve amma bi ni'mati rabbike fehaddis deganning o'zi Allah bergan o'z ne'matni insonlarga so'zla. O ne'mat nima? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda iborat bu ne'matni insonlarga so'zlab yetkaz deyapti Alloh taolo. 2-oyatning o'zidami insonlarga yetkaz deyapti. Hem 3-oyatda Sura Baqarniki 256-oyatda la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay faman yakfur bit-tag'ut va yu'min billahi faqad istamsak bil urwatil wusqa la infisama laha vallahu samiun alim degan mush oyatning o'zidami to'g'ri xatodan aniq ayrılgandan keyin insonlarning o'zini uningga zo'rlashga bo'lmaydi. Yani sizin vazifang nima degan vaqtda sizin vazifang haq va nohaqni aniq insonlarga yetkazib qo'yish. Uning neresi o'tib mana ma haqiqat qo. Ma sizning ishingning o'zi, sizning qilayotganing o'zi xato ish qo, xato bir e'tiqod qo. Uning uchun sen ma to'g'risiga kirishing kerak deb uning o'zini zo'rlashga bo'lmaydi degan. Sen shu yerda to'g'ri va xatoni o'zini aniq olib bersa, bo'ldi, vazifang tugadi. Ammo uning neresi o'tib insonlarning o'zini zo'rlash bu öz çekni aşkan boludu. Şunun için bu yerdeki söz erkinlikке, itiqad erkinlikке hücum kılış Allah Teala özü en özü toskan işlerinin birisi. Şunun için Kur'an-ı Kerim insanlara muş işki hukukunu bergen söz erkinliği ve itiqad erkinlik. Onun çekini başta belgilep koyuluk. Mesela söz kavakta doğru sözünü kılış ama ahırsı görüp o çektin eşip ma menen sözümden sen rast deyişin gerek ya bunu kirişin gerek deyiş bu hata deyilgan. İtiqadda mı bir adam bir dinni qabul qilgan bo'lsa, bütün insonni mush dinni qabul qilish kerak deb majburlashga haqqi yo'q. Cheki yüzü bilan cheklanish. Yani başka adam bu dinga kirsa deb uning o'zi zo'rlik qilish bo'lmaydi. Faqat o dinning haq ekanligini insonlarga yo'ritib bersang, sizning vazifang ado bo'ldi deyilgan. Hem de bu 11. sualının özde nemalarni qat'iy, nemalarni ixtiyoriy qilishga bo'ladi degan bir savol bor ekan bu yerda. Qat'iy qiladigan ishlar nima degan vaqtda insoniyat jamiyatidagi qo'yilgan o'zi qurollarga qat'iy amal qilish bu har bir insonning vazifasi. Masalan, bir davlatda yashayapmiz,
o devletlik çıkargan kanunlarının özünü qat'iy icra qilish insonniki o'zidagi vazifasi. Chunki uni ijro qilmasa davlatga bo'ysunmagan bo'ladi yoki xalqning orasida parokanchilik paydo qiladi. Shuning bilan o'zi u yer buzg'unchilik paydo qilish Alloh taolo cheklagan bir ish, shuning uchun buni qilish bo'lmaydi. Endi ixtiyoriy ish degan vaqt ixtiyoriy ish diniy e'tiqod va ibodatdan iborat. Diniy e'tiqod va ibodatning o'zini xohlasan qilsang, xohlamasan o'zi qilmaysa, qilmaganiga qarata Alloh taolo qiyomat kuni jazoingni beradi. Uni hech qanday bir odam, madam namoz o'qimabdi, nima ish o'qimaysan? Seniki namoz o'qiganiga qarata biz o'z jazolashimiz kerak deydigan haqqi yo'q. Ro'za tutmabsa, uni o'zi tutmaganiga qarata jazolaymiz degan haqqi yo'q. Hech qanday odam uni o'zini jazolayamaydi. U ibodatniki, iymonniki jazosini o'zini agar iymon etmagan bo'lsa va u Alloh taolo buyurgan ibodatlarni qilmagan bo'lsa, uning jazosini Alloh taolo qiyomat kuni beradi. Uni hech qanday bir odam bu dunyoda berish haqqi va huquqi yo'q. Yani qonun jihatdan aytgan vaqtdami bir odam qonunga amal qilmay, qonunga buzg'unchilik qilgan bo'lsa, u buzg'unchilik qilgan odamning o'zini bir 3-4 odam yig'ilib lekin uning o'ziga sot kesib, jazo kesib, uning o'zini shaxsiy o'zi jazolashga bo'lmaydi. Yani hokimiyat tarafidan jazolaydi uning o'zini. Yani bizde bundaq ishlar bor, Uyg'urlarda. İki to'xtoq odam bir yerga yig'ilib oldi, ona o'zi fatvo chiqarib, andaki oning o'lim keldi. Ma'niga o'zi buniki xudni halal, ma'niki pul halal, aning qin halal deydigan hukmni chiqargan bundaq odamlar bor. Bu odamlar dunyodagi buzg'unchi odamlar bular. Shuning uchun bundaq ishlarni qilish bu Alloh taoloniki Qur'oni Karimdan iborat bu prinsiplarga butunlay zid. Bir narsa so'rab olay shaxsiy. O'sha yerda anaqa masalan bolalarimiz namoz o'qimadi yoki anda qildi, manda qildi deb bolalarni uradigan, uni namozga zo'rlaydigan yoki shu yoki beshini yog'liq chekmeding yoki u bu debchi ota-onalikdan voz kechadigan manda ishlar bordi. Hatta biz burun tushunmagan vaqtimizda dinni uchun anamiz agar 5 vaqt namoz o'tmasa sizning shu tamoqingiz yeyish bizga harom debchi. Bunga o'xshash narsalar bormi? Bular bunda qilish qat'iy qilishga bo'lmaydigan ishlar qatori kelganda bularmicha. Albatta, albatta. O tamoq ayrim bir narsa, ibodat ayrim narsa, iymon ayrim narsa. Bir oilaning o'zida masalan otasi kommunist, onasi hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan, bolasidan birisi musulmon, birisi xristian bo'lib ketishi mumkin mesela. Bir oilada 5-6 odam yashasa, shunday bo'lib ketishi mumkin. Bu vaqtda o'yib kirgandan keyin hammasi insonlik nuqtasidan bir yerga kelib, hammamizning diniy e'tiqodimiz o'zimizga deb, uning o'zini birisiga yaxshi muomala qilib o'tish bu o'zi Alloh taolo buyurgan bir narsa. U nerede degan vaqtda masalan İbrahim alayhissalomniki voqealik Qur'oni Karimda zikr qilindi. İbrahim alayhissalom otasi Azarga sen va sizning qavmingniki xato yo'lda ketayotganligini ko'ryapman deb qilgan vaqtda u otasi shu yerda bemincha o'z gap bo'lgandan keyin sen agar mushu nimani mushu e'tiqodingni yanmasang seni men mushu yerda chalmakesak qilg'izyotiman tahdid soldi. Tahdid solgan vaqtda Alloh taolo İbrahim alayhissalom nima deydi degan vaqtda İbrahim alayhissalomga otangga sen yaxshi muomala qil deydi. Ota-onalikdan kech demaydi. Ayda. Ota bolalikdan kechadigan din, kechtirgan din islom dini emas. Shu qarshi tarafdagi dinlar. Misol şu Azer'nin özü hatta ki İbrahim Aleyhisselam'la keçip gitiklik. Hazır insanlar çoğusu balıstan keçip geldi mesela dinli de aslında bu din neymi diye vakti Kur'an'lık din emez. Bu enevi mesela Arap'ın konu dini. Onun için bu din insanlıktan keştirdiğin, insani ahlaktan keştirdiğin, ata-ana balcaklık, mehri muhabbetin keştirdiğin. Mundaq bir narsa. Onun için bu dinin özüne biz özü Kur'an-ı Kerim to'g'ri kelmaydi deyapmiz. Mesela vatanda bo'ldi bu ishlar. Bir oyatda birisini o'zi namoz o'qishni o'rganib oladi. Andak o'zini taqvo sanab hukumat o'rinda ishlaydigan bir ota-onasi yoki hadi singillari bo'lsa, yoki ayoli bo'lsa, u yerdan chiqib ketsa, bo'lmasın nima barikal qilmayman
sizniki tamog'ingni yemayman, uni qilmayman, buni qilmayman deb vatanda shundoq pishli basatni tergan insonlar jiq. Bu shu qilgan ishining foydasi kimga bo'ldi? Desa Xitoyga bo'ldi. O'rinni bekaldi, u o'rin Xitoy keldi. Bechora keyin gazir setishga chiqib qoldi. Mana ziyonni o'zimizga soldi degan gap. Shuning uchun bundaq odamlarniki gaplari kirish o butunlay xato. Yani bu haqda o'zi yani bir nima bor, nimada Sur Luqmonda va vasayna inson bi validayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn degan anishkurli va livalidayk ilayyal masir degan oyat oxirida va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma va sahibuma fi dunya ma'rufa deydi. Ata-anasını yaman ish qilib bo'lgan taqdirda uni sen o yaxshi ish ekanligini bilmaysa, yomon ish ekanligini bilsa, shu vaqtda ata-onangni shu buyruqqa sen bo'ysunma deydi. Lekin ata-onang bilan va sahibuma fi dunya ma'rufa. Dunyo nihoyat yaxshi o'tdi. Qur'on hech bir zaman ata-onasi kafir olsun, ya komünist olsun, ya namoz o'qisin, o'qimsin, undan kechib ketish hech bir zaman bo'lmaydi. Uni yaxshi o'tishga bo'ladi. Yaban o'tishga, uni kechib ketishga bo'lgan din qosi degan vaqtda kelinaksel, ya'ni o'sha burun tatib e'tiqod qilayotgan o'sha o'zi o'ydirma islom, ya'ni shunaqa bo'ladi. O'ninchi nima savolning o'zida qonunga, yani davlatning qonuniga buzg'unchilik qilgan kishi jazolanadi debdi. Agar u davlat adil shunday bir davlat bo'lsa, millatni to'g'ri yo'lga boshlab ketayotgan shunday bir davlat bo'lsa, ya'ni bizniki nima o'shanda besib olgan unday davlat emas, bunda normal bir davlat bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda davlatniki qonunga bo'ysunmagan kishining o'zini jazolamdi, jazolasi to'g'ri bo'lamdi degan gapganda, buningda mana shu Sura Tavbaning 5-oyatining o'zida Faiza salahal ashurul hurum faqtul mushrikin aysu wajadtum tumuhum va khuzuhum wa ahsuruhum wa qudu lahum kull marsadin fa tabu va aqamus salata wa atuz zakat fa khallu sabilahum innalloha g'afurur rahim degan oyatning o'zi bayon qildi. Kelishim tugagan, yani kelishim tugandan keyin kelishim qilingan oy chiqib ketgandan keyin, yani kelishim tugagan oy tugab o chiqib ketgandan keyin faqtul mushrikin aysu wajadtumuhum. Siz mushriklarga tapqan yerda o'zi ular qarshi turinglar. Deydi. Qarshi turinglar. Qarshi turishni Alloh taolo bu yerda 3 xil usulda ko'rsatdi. Birinchisi o'ltiringlar. O'ltiring deganda qurol ko'tarish orqali qurolli qarshi turganlarni o'ltiring deydi. Hem qurolsiz holat qarshi turganlarni o'zida tutib solanglar va vahsuruhum va ularning o'zini nima qilinglar va xuzuhum vahsuruhum, ya'ni ularni oldin to'singlar. Vaqudu lahum kullu marsadin. Ya ve ularni her bir ko'z o'rinlarida turib, do'xmush ularni qatgan ishlarini ko'ztinglar. Fa in tabu va aqamus salata. Agar ular yansa, shu davlatga qarshi turishdan yansa va aqamus salata va davlat qilgan yordamining o'zini barpo qilsa, nima halqi va aqamus salata. Ya'ni u yerda hamkorlikni, davlat bilan hamkorlashimiz deb hamkorlikning o'zini barpo qilsa va atavuz zakata va davlat qo'ygan bojning o'zini bersa, fa khallu sabilahum, ularning yo'lini qo'yib o'tamiz. Yani bunun o'zini bu yerda namoz o'qisa deydi. Namoz o'qisa degan bu yerda bunday ibora yo'q. Nima uchun degan vaqtda ular tövbe qilib namoz o'qisa degan kofirlar, yani mushriklar qanday o'zi namoz o'qiydi vaqtida? Bo'ldi bu hokimiyatimiz qarshi chiqmaymiz deb qarshi chiqishdan yangan bo'lsa, u vaqtda yangandan keyin va aqamus salat birinchi qilgan ishi bo'ldi, sizlar bilan biz ish birlik qilib sizlar bilan bir safda turamiz desa, undan keyin cho'lisa davlat uning qo'ygan bojning o'zini vaqtida ado qilsa, u vaqtda yoki ado qilishni bo'yniga olsa, biz ham bo'ldi
sen bizi qo'ygan bojni biz vaqtida ado qilib beramiz degan bo'lsa, fahallu sabilahum. Ularni yo'liga qo'yib o'ting. Demak, bu yerda nima degan vaqtida agar odil bir davlatning o'zi bo'lsa, u yerda diniy sohada, diniy nuqtadan, mazhabchilik nuqtasidan yoki bo'lmay davlatga qarshi chiqib, masalan biz vatanni ozod qilgan vaqtida vatanni nurg'ulg'an insonlar, masalan dinga e'tiqod qilmagan insonlar bo'lishi mumkin, boshqa dindagi insonlar bo'lishi mumkin, musulmon insonlar bo'lishi mumkin. Shu vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda ularning hammasiga o'xshash muomala qiladigan gap, ularning ichidan andakin dinni bano qilish orqali u hokimiyatga qarshi chiqsa, uni davlat jazolaydigan gap. Bo'ldi, sallamna deb tursa, ikki qo'lni osmonga tik ko'tarmagichilik hokimiyat uning o'zini ayvashga keladigan gap. Boy deb o'tdik-ku, payg'ambar alayhisolamdan keyin Abu Bakr mana shu qarshi chiqqan qabilaning hammasini ayvashga kelib, qaytadan o'z islomning o'zini nimalqi hokimiyatni e'tirof qilgan. Mana ashundaq nimaga to'g'ri keldi degan gap bu. Shuning uchun davlatniki, masalan hozir bizniki qarindoshlarning ichidami har davlatda turib amalni beri shu davlatda bojni yo'shiradigan, davlatga o'zi davlatning prinsiplariga buzg'unchilik qilgan ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin. Bunda qadamlar bor, masalan Pokistonlik, shu arablar hammasi shunday o'zi qiladi misol. Bularni degan vaqtda agar davlat uni jazolagan bo'lsa, u o'zining haqqini olgan bo'ldi degan gap. Endi 14-savolning o'zida davlatning dini olamdi. Dini tabaqalarniki davlatdagi o'rni va roli qanday bo'ladi degan savol ekan. Buningga davlatning dini olmaydi. Davlat hech qanday bir dinni asos qilmaydi. Davlat faqatla amaliy ahvol qarta aql, mantiq bilan ilmga asoslanib turib davlat boshqaradigan gap. Bu yerda hech qanday bir dinni davlatniki asos nimasiga akamaydi. Qur'onning o'zi har odam o'zining diniga o'zining din o'ziga qatorda nim qilish lozim deydi. U davlat faqat adolat bilan davlatni boshqargan bo'lsa, u bo'ldi. Dini tabaqalarniki davlatdagi o'rni va roli qanday bo'ldi? Dini sababli uniki o'rni bekitilmaydi. Bir odam musulmon bo'lishi bilan uni o'rni alohida olmaydi. Birisi Yahudi yoki mushrik bo'lishi bilan uni darajasini tuvan bunda holatda bekitilmaydi. Endi qanday bekitildi u vaqtda degan vaqtda Qur'oni Karim sura Nisoning 58-oyatidagi innalloha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha va iza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adli bu emaskana. Sura Hujuratning 10-oyatida ekanda ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa ve cealnakum şuben ve kabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir degan bu oyatin o'zida martabasiniki yuqori bo'ldigini har xil martabalarda bo'lgan insonlar qarshi degan vaqt Allohning dargohida akramakum indallahi atqakum xatolikni saqlagan to'g'ri ish qilgan insonlarniki martabasi yuqori bo'ldi. Ya'ni har qanday vaqtda masalan bir davlatning siyosatchilari siyosat qilganda eng to'g'ri siyosat qilgan odamniki xalqning orasida hurmati yuqori bo'ladi. Bir odam o'z iqtisod jihatda eng jing iqtisodning o'zini iqtisodni eng jing tutgan bir odam bir tiyinni oylik mayliq qilmay yoki davlatniki bir tiyinni oylik mayliq qilmay iqtisodni to'g'ri tutgan odamniki darajasi, martabasi xalqning oldida yuqori bo'ldi. Bunday odamni Alloh yaxshi ko'rdi degan gap yani. Yani bu yerda ishni to'g'ri qilish u odamniki martabasiniki xalqning orasidagi Allohning oldidagi martabasining yuqori bo'lishiga sabab bo'ldi degan gap. Yani bu odamniki musulmon bo'lib qolishi yo g'ayri musulmon bo'lib qolishi uniki martabasiga hech qanday aloqasi yo'q. Yani ma tekrar bir suallı sorup birisi devletning fuqarolarida qanday mas'uliyat va majburiyatlar bo'lishi kerak debdi. Buning o'zi yuqorida biz bayon qilgandek, davlatning fuqarolarida ikki xil majburiyat va majburiyat bor. Birinchi majburiyat
Hakimiyet beşilik insanlarını sayılgan vaqtda şunun en layıqlı toşkan, en salahiyetli insanını saylaş o Kur'an'daki gelindeki bir vazife. İkinci vazife şu degan vaqtda ikinci vazife devletin kanunuga boysunish ve devlet onun geldiği koygan vazifeni to'g'ri ado qilish. Mesela başlarını joyida berish, bundaq ishlarni qilish bularning ustidagi vazife. Hem de ahırdaki sual kim bu? Ahırdaki sualın özde bizdek mustamlikada kalgan bir millet için vatanini mustaqil qilish, mustaqil devlet qilib qurup chiqishniki qandaq yo'llari bor debdi. Bunun da Kur'an-ı Kerim'e asasen iki xil yolunu bayan kıldı Kur'an. Bunun birisi neymi degan vaqtda liderlar asas kılındı. Lider bo'lgan odamni Qur'oni Karimda nayet xolis hech qandaq bir o'zi nimaga taraf tutmaydigan faqatlikin uniki maqsadi shu o'ziniki da'vosi bo'lishi. Buning o'zini nima qildi? Masalan, bütün payg'ambarlar buni misol bo'la oladi. O odam shu da'voga kirgandan o davaniki aqısı buluş lazım, o menfaatniki yoki shuhratning aqısı bo'lmasligi lazım. Şu vaqtda bu odam to'g'ri o'zi nima da'voga to'g'ri amal qilgan bo'ladi. Agar o odam shuhratning dardida yoki pulning dardida bo'lib qolsa, o odam o da'voga xiyonat qilgan bo'ladi. İkincisi millet taraf. Millet o'zining to'g'ri aşındaq öz vətini milletiga özünü atagan lider olsa, o liderini himoya qilish o milletning gardindagi vazifa. Agar to'g'ri liderning o'zini o himoya qilmasa, o davlatning o millet o xorliqdan qutulmaydi. Buningda shu nimaniki Sura Maidniki 20-oyatdan 28-oyatgacha jiq bir oyat bor, shu Musa alayhissalom haqida. Musa alayhissalom Bani İsrailniki haqida misol وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Diyen bu şu ayetinin hemmesi de bayan kılıp Musa Aleyhisselam'da Allah Teala Beni İsrail'ini kutkuzuş için özü evetkenliğini o Beni İsrail zamanında fakat Fir'önniki öldürülüşten korkupla Musa Aleyhisselam'a ergeçkenliğini bayan kıldı bu ayetinin özde. Eğer özü Fir'ön onu öldürmegen bolsa, öldürmeygen bolsa o ergeçip özünün vaatine çıkmaygan derecedendi. Şunun asasen özü bu yerde Musa Aleyhisselam'daki aksı ergeçip o Fir'önlük zulmünün kutulup çıkıdı. Çıkkandaki Musa Aleyhisselam özü Palestin kelgen vaqtida Palestin hazırki Beyt-i Mukaddes'deki etrafını egellagan Calut diyen bir kavim bo'lganken şu kavimni chiqarib o'tish uchun Musa Aleyhisselam o nimaga kavimga deydi. Shu nimaga shu biz aşağı urushga kiramiz, aşağı kirsak biz cho'qim ularning o'zini mag'lub qilamiz degan vaqtda bu kavim yana Bani İsrail nima deydi degan vaqtda Fezeb ente ve rabbuke fekatila inna hauna qaidun deydi. Sen Perverdigarımla birge şu urushni qilib kelgin, biz mush yerda o'ltirib turaylik deydi. Shuning bilan o Musa Aleyhisselam Allah Teala bu odamlarga bu zamin 40 yil haram bo'ldi deydi. Haram qilindi deydi. Yani 40 yil haram qilindi deganning o'zi bir nasl yangishilinib shu Fir'önniki zulümni kömügen bir nesil oturup çıkan vaxtda andakin bular o zeminni alalaydı, bu millet o zeminni alamaydı deb 40 yıl aşağıda öldüğalı ölüp, qeridiğalı qerip, şunu olan özü buludu. Musa Aleyhisselam şu yerde ölüp gidiyordu, misal. Kim Talut'un zamanı gelgen çağda o tuprağının özünü aldı. Demek şu vaxtın özüde Musa Aleyhisselam'ın gibi kirip bular. Ölümdü korkmay, aşağı urushga kirgan bo'lsa, o 40 yil u yerda taraf tamtirab yurmay, o'z vatanida shu yana elib mustaqil o'zi yashagan bo'ladi degan gap. Demak, to'g'ri liderning o'ziga millatniki ergishishi bu bir farz, misol. Gardindagi eng cho'ng o'zi vazifa.
Uni himoya qilish har tarafdan, kuch jihatdan, aql jihatdan va iqtisod jihatdan bo'lgan har sohada uningga o'zi uni himoya qilish bu o'zi nimaniki millatning vazifasi degan gap. Agar uni ado qilmasa, u millat o zulmdan qutulmaydi. Misal bizning tariximiz qarasak shu degan vaqtda tariximizda inqilobning beshida yaxshi boshlanadi. Oxirgi kelgan chog'da u liderni sesdib, undan keyin uni kagsiz qilib, shuni bilan o'zi 5 tiyin oqsiz qilyapti. Shuni bilan uni oqsini hech kim mangmaydi. Param-pachup shunday yashaymiz ekan. Bu u millatniki zulmdan qutulmasligining birinchi oshquchi degan gap. Shuning uchun liderning o'zi hech bir zaman osmonga tushmaydi, perishta bo'lib, millatning orasidan bir odam chiqadi. Chiqqandan keyin uningga o'zi hamma narsani bilib ketmaydi, o lider bo'lmaydi. Shu vaqtda biz qadaq qilamiz degan vaqtda nurg'un ishlarda ilmiy jihatdan o'zi atrofidagi odamni unga yordam qilish kerak. O odam qaysarlik bilan shu o'tirib turib bersa, yetadi. Shu odamning atrofiga yig'ilib, o'zi ishimizni muzokara qilib, shu yerda davomlashtirsak bo'ladi. Ammo illoki shu osmondan bir perishta yoki payg'ambar kelish kerak deb o'ltirsak, u vaqtda bizga hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Biz qiyomat qoyim bo'lguncha mustaqillikni qo'lga keltira olmaymiz degan gap. Har qanday odamning aybi bo'ladi. Ammo kichkina aybni o'zini o'tirib chiqarish orqali u millatni unini qochirish, o'zi o xizmatni bosh tortish, millatning orasiga pishni basas selish bu nihoyatda eski bir ish. Shunga bu sohada biz shu Musa alayhissalomning qavmiga berilgan shu jazoniki, misol bu nima uchun kelgan degan vaqtda u millat paramparcha bir odam chiqib, biz zulmdan qutulaylik desa, uni 80 xil o'z ma'ni etib, oqsiq agashmay qilgandan keyin shu 5000 yil atrofida shunday o'zi xorliq bilan yashashniki sababi shu bo'lgan. Qur'oni Karimda shuni bayon qilyapti. Shunday qilmanglar. Ya'ni o'z lideriniz to'g'ri bir odam bo'lsa, uning atrofiga uyushib, ishingni bittiringlar. Deyapti Alloh taolo. Hamda ikkinchi tarafi buniki bu vatanni mustaqil qilishning ikkinchi tarafi xosi degan vaqtda birinchi taraf lider, to'g'ri bir lider chiqqan vaqtda o liderning o'zini himoya qilish, millat shuni atrofiga ergashish orqali kuchlanish bu o'zi birinchi ish ekan. Ikkinchisi degan vaqt ikkinchisi o'zining dushmani bo'lmagan insonlar bilan birlik saf tuzab, uniki o'zi himoyasini qo'lga keltirish orqali uning yordamini qo'lga keltirib, o'zining vatanini, o'zining millatini erkinlikka erishish uchun kurash qilish bu to'g'ri ish. Misal Qur'oni Karimda Sura Anfalning 60-oyatining o'zida Sura Nisoning 148-oyatida La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa minal qawli illa man zulim va kana Allahu samian alima degan mush oyatning o'zida deydi. Alloh taolo zulm qilingan kishiniki so'zning boshqa so'zning o'zini boshqa kishiniki yomon so'zning o'zini yaxshi ko'rmaydi. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda zulm qilingan bir inson yoki bir millat zulmga uchragan bo'lsa, u zulmni anglatish uchun Xitoyning o'zi bizni o'ltiryapti, bizni o'z turmush solayapti, oq qilyapti, ko'k qilyapti deb dunyoga u anglatish. Gerçi Xitoyda biz tillagan taqdirdimi, yomon so'z bo'lgan taqdirdimi, bundaq so'zning o'zini Alloh taolo yomon ko'rmaydi. Chunki u dushmanniki yomon ish harakatlarini dunyoga anglatish uchun qilayotgan ish bo'lganligi uchun. Dunyoga anglatish orqali u dunyo insonlarniki insonligining o'zini uyg'otish va insonligini qo'lga keltirish orqali uniki insoniy yordamini erishib, o'ziniki zulmdan qutulishiga harakat qilish bu Qur'oni Karim buyurgan bir o'zi buyruqdan iborat. Ya'ni shuning uchun bu yerda o'zimizga dushman bo'lmagan millatlarning o'zini yoki o'zimizga dushman bo'lmagan boshqa dindagi insonlarni o'zimizga dushman tutish bu o'zi intayin xato, ahmoqona bir ish. Biz ularniki hozir dunyoda inson emas, hattoki qurt qo'ng'izniki yordami bizga kerak bo'lsa-mu, uniki yordamini elish bizga to'g'ri keladi misol. Shuning uchun biz bu yerda
bizniki gapimizni qilayotgan, bizga yoki hech bo'lmasa bizga dushmanlik qilayotgan insonlarning o'zini o'zimizga dushman e, ko'rish bu nihoyatda xato. Dünya insonlariga biz o'zimizga tortayotgan zulmlarni, Xitoyniki qilayotgan zulmlarning o'zini anglatish orqali Xitoy qarshi insoniyatni uyg'otish va shu orqali insonni Xitoyniki zulmni tug'izish va o'zimizniki erkinligini qo'lga keltirish bu Qur'oni Karimdagi mana shu oyat to'g'ri keldi degan gap. Shuning bilan va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin deyli. Yomon uzun bir mavzu ekan bu. Bu bitgan bo'ldi. Allah razı olsun, rahmet sizlarga. Men so'raydigan bir savol bor edi. Menda bir gap chiqib qoldi-chi hozir. Adalet kuchlik tarafda debchi. Bu Qur'on Kerimning ro'yiga bu xilof emasmi bu gap? Adalet kuchlik tarafda bo'lamdi yoki adalet degan kuchlik ojizning o'rtasida o adaletga ayrim bir narsa bo'lamdi yani. Ya adalet ayrı bir narsa. Adalet de o. Hem de hazır onu bana kılıp mesela aşındım kandikin biz bana garip devletler yaşavatkan dikin aşağıdaki kıvatkan aşın adalet köstü ah kök dep aşındaki bu nurgun gap var bunda gapni anlagan biz. Ama şu Türkiye'de ya ki şu Suudi Arabistan'da ya ki şu Asya devletlerinde yaşayan insanlar aşında karaydı kenemdi. Ama emeliyatta varsa o yerde mayli chet ellik bo'lsin yoki o'zining odami bo'lsin yoki mayli musulmon bo'lsin g'ayrimusulmon bo'lsin adolat bilan harakat qiladi ham ularniki qilayotgan ishi shu uni ko'z yumish bo'lmaydi. Shu nimaning balki Said Qutbmi degan gaplar borku. Men g'arb davlatlariga berib musulmon nima? Iymon etmagan musulmonlarni ko'rdim. Ben G'arbda İslam'ı gördüm, lekin Müslüman yok. Müslümanlığın devletlerinde İslam yok diyendekçi. Ben otur şerh kelip iman etkan kafirni ko'rdim degan o'xshash mundaq gapni qoldiq to'g'riliq mundaq bir gap bo'lgan. Bu nima degan vaqtda u adolatning o'zini faqat musulmon odil bo'ldi degan bir qoida yo'q. Qur'oni Karimda adolatni baynan nas deb o'zi Alloh taolo iboratni keltirgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtda insonlarning orasida, ya'ni har qanday inson odil bo'la oladi. Odil bo'limdiz degan gap. O kafir olsun, Yahudi olsun, Nasara olsun, Müslüman olsun, adil bo'laman desa bo'la oladi degan gap. Ammo u adil bo'lmasa, u vaqtda u musulmon adil bo'lmay, boshqasi adil bo'lib ketsa, u vaqtda uni sen adil dedi deb uni chiqarish hech qanday hojat yo'q. Chiqarishni o'rniga to'xtabdi, uningdan biz u ashunchalik adolat tiklabdi, biz uningdanmi yaxshi adolat tiklashimiz kerak deb shuni tirishish lozim. Bu xalqga kasat qilmay, o'zi shuni qilish lozim. Bir asas gap əlaqə. Biz küçlük bulanmasak adalet bolmaydı dep əlaqə. De manda qaradı da. Onun asası var endi. Nima ish qilgan vaqtda hech qanday kuch bo'lmasa adolatni yurgizolmaydi. Ijro qilolmaydi adolatni. U adolatni ijro qilish uchun kuch kerak misol. Shuning uchun uning lekin küçlük taraf adalet küçlük tarafda, kuch tarafda farq chaqda o'chachdan chiqdi. Undan bo'lmaydi. Küçük adamninki haqida küçük bir hükümet ya devletninki qilgan ishning hammasi adolat bo'lib qolgan bo'lmaydi. Unda ish bo'lmaydi. Adolat ayrim bir narsa u. Tamam. Ahmetcan kardeşim başka suallar var mı? Ya.
Nemi dep qo'ygansizlar? Yeniqi generation gap deydi inglizce. Yani ecdatlar atrofundaki nimeni açıdığanço, menda işlemek çekmemdi. Mesela bizim atalarımız, boğularımız sufizmning ta'sirida keldi. Biz ma yeni Müslüman boğallarımız Vahabizmni qabul qildik. Şunun bilan o'rtasida bir-biri düşman bo'larchu. Sirtda shundoq masalan Saudiya Arabiston Suriyalikni yaxshi ko'rmaydi. Nimishqa bular sofi deydi. Deganga o'xshashda. Buning jiq zina tortqanda amin degan bilan xudoyligi jiq savob topishdigandek degandek shu. Bunda ishlar bak jiq qilib o'taldi. Hatto tasqaldiq ota-onamizga nikohingni qayta o'qinglar degancha. Hamda bu ajoyib ish ekan shu. İnşallah. Ondan işte jiq. Qarindoshlardan yaxshi inkoslar bor. Bek esilga haqni yushurmay jasurlik bilan o'ttirga chiqqan sizlardek ustozlardan Alloh rozi bo'lsin debdi. Degandek shunday yaxshi inkoslarmi bor, xabardor bo'lib qolsizlar. O qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin, bizni qo'llab quvvatlaganlik uchun. Bu bayatlı oturup koyulgan aşan sual cevap verilmek ketip kaldı. O ettim ben. Ama bu yerdeki nesneyim diye vakıda ilmi asas düşendiriş gerek. Balındaki kallısını ötküze alırsa onu, o balı kayılı olgandaki onu kıldı. Ama onun özünde kaltayını götürüp yakınmayda mavu Türk'deydi ki benim aslında sopa köstüp diyendek bir heyvi köstüp onda kılış doğru olmaydı. Ne için diye vakıda o bala keyinki vakti atanık öşüp geldi. Öşüp ketkendiken keyin o yerda munosabat buzilib ketgan gap, u balani asliga ekib bo'g'ilmaydi. Balani qalaymaqa yo'l kirganda, bo'libmi g'arb davlatlarida qalaymaqa yo'l kirib ketgan vaqtida u balani asla o'zi yana topolmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ilm eng yomon narsa. Uni shu to'g'ri yetkiza olsa, balani qoyil qiladigan bir usulni yetkiza olsa, u vaqtda u bala odam u. O o'zi onun qoyil bo'lgandan keyin, uni qabul qilgandan keyin shuni bilan u xato yo'lga kirib ketmaydi. Shunga ota bo'lgan odam bilimga ahamiyat berish kerak. U bolalarga qalaymaqan, hayvi qilish bilan u nima qilolmaydi. Kichik vaqtda qo'rqib hadaydi. Ve o yet 18-20 yosh kirgan vaqtda hamma demaydi shuni bilan. Bo'ldi, ish tugaydigan gap shu edi. Shunga har qanday narsaga yo'lini nima desa,
ilmiy bo'lish lozim. Ilimga asoslanish lozim. Albatta. Yeni birisiga ballani vay Allah cezalaydı, Allah cehennemge silib etadi, Allah köydürüp etadi depçilikı. Allah bilen korkutuş, ondan keyin dadisidan korkutuş arkalıqçı. Bir psikolog, psikiatr, bir ustazdan o adam bilip ketdi, lekin Allah rahmet qilsin. Mush ishki ishni qilmanglar deb nimasi borchu, tavsiyasi bor. Bulabmi ayollardanchi. Dadisidan qo'rqitib, dadan kes anda qilib etadi, manda qilib etadi depchi zo'r bilan Allah köydürüp etadi, cehennem tashlab etadi depchi mandaq Allah'ning Rahman va Rahimning sifati. Onu bir yer qayırıp qo'yib, doim u jazolaydigan, shunday zo'rlaydigan mo'yinlar tarafini ko'rsatish bu to'g'ri emasda. Shuning uchun Allohning 99 sifati Qur'ondagi. Uni yaxshi bilishimiz ham bu jihatdan yaxshi tadbirkor bo'lishimiz kerak. Buni qistirib qo'ydi. Evet. Doğru. Ben başka bir kitap tavsiye qilib qo'yay. Bu Yedi Adet degan bir kitap borchu. Stephen Covey degan odamningki. Bu Dali Carnegie'ninki kitaplardan isil bu adamın kitabichu. Yetti Adet g'alaba qilganlarning, muvaffaqiyat qozonganlarning Yetti Adet degan kitobni o'qisak, aşağıda dastlabki 3 tane xislatda ishidin o'zini yetildirib, ishidin o'zgartidi. Undan keyin sirtqi qartachu ichildigan gap. Shu kitobni men ovozli kitob qilib chiqarib qo'ydim YouTube kanalimda bor. Bo'lsa qarindoshlar ash kitob deb o'qisa, bak esli kitob, sizlar degan narsaninki usullarini o'rgatadi. Ishchidan nima qilish, kelish deganni uchun. Endi bo'lsa boshqa gap so'z bo'lmasa, bugungi 68-darsimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Hamda 69-chi Qur'ondan nazar programmamizda ko'rishguncha qarindoshlar Allohga hammanglarni omonat qilamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin ustoz. Bo'ldi, Alloh omonat. Fidoylar ikramdan rozi bo'lsin. Davos 69-chi qism. Va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Boshqalarga tavsiya qilib qo'yinglar, kanallarimizga a'zo bo'linglar. Rahmat sizlarga.